Assalomu alaykum gruppadoshlar. Mana o'zi nechinchi yildan aka? 76-yildan boshlab bu yoq eskilar hammasi hisobdan chiqaryapti. Bo'ldi mana nisbatan. Hammaga aytinglar. E'lon bo'l, e'lon bo'l nisbatan. Bolalarga aytinglar, tanishlar bu ustaxonalarga. Bo'l. 76 dan usti deyaptilar. Bunda qaranglarda mana. İxtiyoriy bersagar hech qanaqa janibari Bu ertadan birinchidan boshlab yursagar bularga keyin qonuniy chora ko'radi. o'zimiz aytib berishing kerak nomerni. Chora ko'rmaydi. Bo'ldi, bo'ldi. 76-yil ana. 76-yil qanaqa bersizlar keyin. Bular yo'q, metallon. Bo'ldi o'sha. Turmaydi. 79-78 ga qoladimi? Ha, 76. Hali yuradi. O, Yuradi. Srogi bor. To'qsonta tala ancha bor ekan. Utilizatsiya boshlandi. Guruhdoshlar, mahalladoshlar. Sani ham ko'rdim 79 ekan. 79 ekanmi? A shu bu ham bizada. Ha, men yo'l hammasi barcha ko'rib kelyapman. Bo'ldi. 76 dan ustiga o'zlaring mahalladoshlar, guruhdoshlar o'zlaring aytib bersalar 1-fevraldan jarima yo'q ekan. Xohish aytib bergan. Ushlasaga jarim bo'ladi. Ha, ushlasa jarima bo'lar ekan. Xohish aytib beringlar o'zlaring ertadan. Yetti bo'lmaydimi, yetti? Nima yordam kerak? Yordam qilamiz. Mayli, ega shart emas, bo'ldi, utilizatsiya bo'libdi.